Assalomu alaykum. Stakda ko'pchilikda benzinga o'tib ketib, porshni sindirish muammolari bo'ladi. O'shani sababi mana shu narsa bo'ladi mana. Maksimalniy оборот va gazi. Bunda masalan 4000 da qo'yib qo'ysa, 4000 оборотdan keyin benzinga o'tib ketadi bu holatda. Maksimalniy обороtingiz где-то 8000 da turishi kerak. 10000 da qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Вообще o'tib ketmaydi. Agar bu mana shu 4000 da qolib ketib, propandili metanda yurib borayotganingizda katta tezlikda benzinga o'tkazib yuborsa, agar benziningiz уже chirillaydigan 80 yoki 92 bo'lib turgan chirillayotgan bo'lsa, bo'ldi, Porsche'ningiz ketdi-da. Shunga ahamiyat berish shart va zarur. Shundan juda ham ko'p odamlar Porsche'ni sinib ketgan. Mana shu narsalar. 4000, 3000 da qo'yib qo'yadiganlar bor. Xato. Birinchi bo'lib avtokalibrovka qilinadi. Qilingandan keyin taxminan mana shunaqa bo'ladi. Shu holatda qolaveradi, tepa past ko'tarasiz. Gaz olishiga qarab mana bu yerda to'g'lanadi. Keyin bu 30 da qo'yasiz, maksimalniy, чтобы полный gazi tugaguncha yurish uchun. Mana постоянно 100 da turadi. Mana buning где-то 4000, 400 da qo'yib qo'ysangiz, buni ham 400. 500-600 qo'yib qo'ysangiz, o'tish vaqti ozgina cho'ziladi. Margat qilib turaveradi. Farsunkalar 0 turgan ekan bunda, qanaqa qo'ygan bo'lsangiz shuni belgilaysiz. LPG propan bo'lsa propan, bo'lmasa metan. Standartda turaveradi. Agar turbina bo'lsa, turbina qo'yasiz. Datchigini настройка qilasiz. Bu yerdan mapni настройка qilasiz. Mapdan suv datchigini настройка qilasiz. Qanaqasi turgan bo'lsa. Datchiklari bu yerdan to'g'lanadi. 1 2 3 4. Mana sanayotgan bo'lsa, agar mana shu sanamay turib, datchigingiz u yoqda ko'rsatganning foydasi yo'q. Mana shu qo'yganingizda sanash kerak. Masalan 1.52, 1.51, 51 o'shanaqa chiqib tushib turishi kerak. Bir strelka bo'ldi. Demak ishlayotgan. Shu holatda to'g'rilasangiz bo'ladi, uni orqani yopib qo'yib. Agar boshida gaz bosganingizda razg'on olishi, hup qilib pitillab gaz oladigan bo'lsa, mana shularga qo'shasiz. Hozir bu ulanmagani uchun ko'rsatmayapti. Mana shu atrofga qo'shiladi, tepaga qo'shiladi ozroq. Bitta, ikkita qo'shib yuborasiz. Korreksiyalar benzinniki mana bu ham o'zgartirib tashlashgan. Bular joyli joyda turaveradi, bu yoqqa tegmaysiz. Shu nastroyga qilsa bo'ladi, zakki ideal chiqadi.